mikrofon berib turinglar. Shu yana bitta gap. Shu bizni Buloqboshi tumanida nihoyat yetuk bozordalar, yetuk xonandalar chiqqan. Shu Buloqboshini bitta yana bir o'ng qo'l tomoni bor bizim Andijonprom degan joy bor. Bu yerda qo'shiqchisi ham, karnash so'zlaysi ham o'ziga yarasha. Joyiga borib javob beradigan. Men bu narsani hozircha eshitib xursand bo'ldim. Hech bu yigitni ko'rmagan edim. Men shu o'sha Xo'jobod mahallada shu filmlarda ishlab yurganimizda meni hozir ham Alloh ularni joyida qilsin ko'rib turamiz. Bu kishi Abdurahmon akamning o'g'li bo'lar ekan. O'chachi Abdurahmon akam. Menga shu Abdurahmon akamni shu Ziyo aka hamda o'g'li bo'yicha. Shularga ishlayman. Shularni ham o'g'illari zo'r bo'lsin, ustoz bo'ldi. Maqomlardan mumtozlar yonida bo'lgan odamlar. Bizni shu darajaga yetkazdilar. Endi yana bitta tilagim, shu bitta yolg'iz bitta shogirdim Andijonda. Agar u o'g'il bola bo'lib qolganda nima qilardiki bilmayman. Salomat bo'ling, hop. Salomat bo'linglar. Do'stingman deb do'stingman deb ko'rinadi ko'zingga Valijon Shamshid so'zi. Tuzoq qo'yar har bir bosgan izingga dog'da. Do'stingman deb ko'rinadi ko'zingga tuzoq qo'yar har bir bosgan izingga. Qo'ylaringni qashqir esa u tortib. Bu qashqir degani o'zbekchasiga bo'ri degani. Bizi yerda qashqir deydi bu. Qo'ylaringni qashqir esa u tortib. Ko'z tikadi yetim qolgan qo'zingga. Qo'ylaringni qashqir esa u tortib. Ko'z tikadi yetim qolgan qo'zingga. Shuning uchun najot kutma xomsi temgan bandadan. Alloh bersin kuch qudratni o'zingga. Omad tilay singlim ukam senlarda doğru qizingga. Omad tilay singlim ukam senlarda doğru qizingga. Omading kelsa kemer köprügüm siz deyip aldab surlar ostinga çöp koyup. Gerçi omad yüz ögürse bir kuni şu yüzingga qarab turib qaro ko'zingni shuna qilib o'yarlar tabi. Ko'zingga qarab turib qaro ko'zingni shuna qilib qo'yarlar. Voya shuning uchun najot kutmang xomsi temgan bandadan. Alloh bersin kuch qudratli o'zingga to'g'ri. Omad tilay ukam singlim o'g'il qizingga.